Привет, qalaysizlar? Bu shovqinda meni bironta gapim eshitilmaydi. Xullas salom, bu Ava. Endi bugun sizlar bilan ozgina mehnat qilamiz. YouTube'ga ham video chiqarmaganimga ancha bo'ldi. Ketdik bo'lmasam hozir ko'rsataman sizlarga. Marhamat, meni boliklarim bilan tanishing. Gullarimni xullas ko'rib turganingizdek randomni joyga qo'yib chiqqanman, chunki joy topish juda ham qiyin. Masalan, derazaga qo'ysam quyosh tekis uradi. Hamma gulga ham bu narsa yoqmaydi-da, mana barglari sariq bo'lib ketadi. Shuning uchun mana shu burchakka hammasini joylashtirmoqchiman. Quyosh nurlari sinib tushadi chunki. Bo'lmasam ishlarni boshladik. Bizga birinchi asbob-uskunalarimiz kerak bo'ladi. Mana aynan gullarga tegishli o'zim uchun yig'ib qo'ygan edim. Hop, pechatka kiyib olishim kerak. Shunchaki yangi oldim, shuning uchun kiyib ishlashim kerak endi. Nag'ma. Mana ikkinchi poyi ham bor, xullas. Ko'rib o'tiramiz, endi nima qilamiz. Bo'pti, bo'lmasam ishga kirishamiz. Hozir men bu yerdagi bironta narsani hech qayerga olib chiqib tashlamayman, chunki tashqarida joy yo'q. Ular shu yerda turish kerak, shuning uchun hammasini shu yerda o'zida taxlab chiroyli qilib qo'ysak, ozgina joy ochiladi. Mana taylarini ham supurib oldim. O'zi yordam chaqirmoqchi edim. Qarasam, o'zimni ham qo'limdan kelar ekan, ancha og'ir instrumentlar bor edi ichida. Velik bizni burchagimizni eslatishni qilib beradi, shuning uchun tezda joyga qo'yib qo'yamiz. Tagiga gilam sifatida qop qo'yib qo'ydik. Mana qop ham bo'laveradi. Bo'ldi, burchak tayyor. Endi gullarni tagiga qo'yish uchun itgan-bitgan ham kerak emas, stul chopdim. Undan tashqari yana bitta yashigim bor edi. Shu yashikni ham ustiga qo'yaveramiz. Bo'laveradi bizga. Chiroyli turadi qaytanga. Endi bularni qanaqa qilib joylashtirishni o'ylash kerak. Ozgina bizga ijodkorlik kerak bo'ladi va u bilasizlarki, menda tiqilib yotibdi. Shuning uchun hop, birinchi ustini tozalab, hamma joyini yaltiratib qo'yib, mana oldiga yashikni prosta shunday qo'yib qo'ysak bo'ldi ekan-ku. Nimasi qiyin ekan, ijodkorlikmish. Hop, endi men nimadan bozordan gullar olib keldim, o'shalarni hali o'tkazishga ulgurmagandim, chunki uyga kelgandan keyin xonani sharoitiga, temperaturasiga ham ozgina o'rganish kerak deb eshitdim. Endi mana 1-2 kun, 3 kun bo'ldi. Endi hozir o'tkazaman. Hamma masalliqlarni olib kelib tayyorlab qo'ydim-da. Endi o'zim qayerda turar ekanman deb xullas bir chekkadan ishni boshladim. Hop. Men o'zimning ishimni qilaveraman. Biz hozir boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. E'tiborlaringni. Kadr qalay chiqibdi? Qalay bezatib chekkalarga gullar qo'ydim. iPhone'da olingan qalay. Endi sifati menimcha hozir montaj qilganimdan keyin baribir tushib ketsa kerak. Endi mayli, xato kamchiliklar bo'laveradi. Hop, gul temasiga qaytamiz. Mana shu o'tkazayotgan gullarimni hech qaysi birini nomini bilmayman, lekin beor deb o'ylayman, chunki hali unaqa ko'p gul qarashni bilmayman. Menga iloji boricha joni qattiq gullar kerak. Agar nomlarini bilsalaring, dubojoga yozib qo'ysalaring bo'ladi. Men shunga qarab nomini o'qiganimdan keyin internetdan ma'lumotlarni qidirib ko'raman. Xo'p, nima qildim hozir? Birinchi anaqa olib keldim. Tuproq sotib olib keldim. 15 mingga oldim. 2,5 litr ekan. Sotuvchi ham, ammam ham ichida hamma narsasi, vitaminlar bor. Oddiy tuproqqa, ogorodagi tuproqqa aralashtirib solaversang bo'ladi dedi. Gullarni o'zini mana paketini ichidagi tuprog'idan ajratmasdan iloji boricha ekib qo'yishga harakat qildim. Endi bular olib ketadi degan umiddaman. Aytganday, agar sizga gul temasi qiziq bo'lmasa, men gullardan tashqari tikish qilaman, rasm chizaman, uylarni o'sha yig'ishtirganlarimni videolarga olaman. Xullas, hamma balo qilaman. Shuning uchun bu videoni ko'rmasangiz, boshqasini ko'rib tursangiz ham bo'ladi. Bo'ldi, o'tlab ketdik. Mana marhamat, gullarga baho beringlar. Yaxshi o'sha tuvayni o'rtasiga to'g'rilab o'tkazishga harakat qildim. Endi bularni joylashtiramiz. Mana shu qora yashikni o'rtasi sal yumshoq ekan, shuning uchun ko'p gul ko'tarmasmikin deb o'yladim. Mayli, baribir shunaqa ham menimcha bunaqa holatda ko'p turmaydi, chunki agar gullarimni ko'paytiradigan bo'lsam, yana kerak bo'ladi. Qolgan muammo ertaning muammosi. Hozir buni o'ylamaymiz. Chiroyli terib chiqdim.
Endi hammasi tomoshaga tayyor, marhamat. Bu albatta o'z nomi bilan estetik burchak bo'lishi uchun mana shu joyini topolmayotgan rasmni mana shu joyiga qadab qo'yamiz hozir. Aytdim-ku, qo'limdan hamma ish keladi. O'zi yarim soatlik video bo'lish kerak edi, nimagadir 6 minutlik bo'ldi. Shuncha qilgan mehnatim 6 minutga sig'di. Marhamat, estetik burchakdan zavq olishingiz mumkin. Men esa qochib turaman. Xo'p, kameraning orqasini ham bitta ko'rsatib o'rmoqchiman. Xayr, salomat bo'linglar.